Assalomu alaykum. Telefon va gadjetlar ko'rish o'tkirligiga nega ta'sir qiladi? Buni xos sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu yaqin masofaga qarash. Ko'z yaqin masofaga qaraganda zo'riqib ishlaydi va natijada telefon va gadjetlarga qaraganimizda aynan shu yaqin masofaga qarashga o'rganib qoladi va uzoq masofaga qarashga qiynaladi. Ikkinchisi yorqinligi. Kitobdan o'qiganimizda kitobni kun yorug'ligida yoki chiroqni ostida unga kitobga tushgan nur qaytib shu orqali ko'zimizni ko'radi. Ko'z unchalik darajada ham zo'riqmaydi. Lekin telefon va kompyuterlardan chiqayotgan nur yorqinligi baland bo'ladi. Ya'ni u o'zidan bevosita o'zidan chiqazadi va yorqin bo'lgani uchun ham ko'zni yumib ochilishi, qovoqlar yordamida ko'z namlanishi kamayadi. Buni natijasida ko'zdagi ko'z yosh suyuqligi parlanishi tezroq bo'ladi yoki ajralishi kamroq, tarqalishi kamroq bo'lish natijasida ko'z quruqlik sindromi kelib chiqishi mumkin. Endi uchinchi sababi ekranni o'lchami. Bizga ko'pincha ota-onalar kelishadi, bolamga telefon bermayman, siz ham aytib qo'ying, o'zingiz tushuntirib qo'ying deb aytishadi. Ayniqsa yosh bolalarga telefondan ko'ra biz undan ko'ra televizor qo'yib bering deb aytamiz. Buni sababi uni ekranni kattaroq bo'lishi, ekranga qaraganda uzoqroq masofadan ko'radi. Telefon kichkina, unga qaraganda uni yaqindan ko'ramiz telefonni va yana boyaga aytganimdek, qancha yaqinga qarasak zo'riqib ko'ramiz. Qancha kichkina bo'lsa ko'z zo'riqadi. Shuning uchun ham telefonlarni yoki gadjetlarni ekranini juda ham kichkinaligi ko'zimizni zo'riqishiga olib keladi. Keyingisi, to'rtinchisi davomiylik. Uzoq vaqt davomida telefondan yoki kompyuterdan foydalanganimizda tikilib o'tiramiz, ya'ni qotib o'tiradi va buni organizm stress deb topadi. Ya'ni bir joyda tikka o'tirishi, uzoq vaqt o'tirishi natijada o'sha ko'zni og'riq bo'lishi mumkin, achish bo'lishi mumkin. Hattoki bunaqa belgilar ko'p o'tirganda hattoki o'sha telefonga qaramagan paytlarda ham ko'zda achishlar yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi bu tasvirni qimirlab turishi. Kitob o'qiyotganimizda ko'z bilan o'zimiz tepadan pastga qarab o'qiy boshlaymiz. Telefon yoki kompyuterlarda tepadan pastga qarab o'qib bormaysiz, balki rasmni o'zi yuradi va bu ham ko'z zo'riqishiga olib keladi. Ya'ni doimiy qimirlab turadi. Siz ko'zingiz ham doimiy ishlab turadi va bu ham ko'z zo'riqishiga olib keladi. Agarda farzandingizda yoki o'zingizda ham shunaqa belgilar kuzatiladigan bo'lsa, ko'zingiz ya'ni uzoqni yaxshi ko'ra olmay qoladigan bo'lsa, ko'zda og'ruvlar, achishlar, qizarishlar, yoshlanishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bir yilda bir marotaba bo'lsa ham oftalmolog ko'rigidan o'tishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu belgilar o'tib ketmasligi mumkin yoki doimiy shunaqa o'zgarishlar ko'zda saqlanib qolishi mumkin va buni oldini olish uchun yoki mashqlar bilan ham oldini olish mumkin, turli xil ko'z tomchilari bilan yoki shunchaki telefon yoki kompyuterni cheklab ham buni oldini olish mumkin. Lekin shu ko'zdagi shu muammolar aynan telefondan kelib chiqyaptimi yoki boshqa narsa sabab bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham bunaqa holatlarda har doim shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bilib bilmasdan turli xil ko'z tomchilarini ko'zga tomizish kerak emas. Chunki ko'zdagi bo'layotgan o'zgarishlarni oftalmologlar mikroskop ostida ko'rishadi. Va bu o'zgarishlar har doim aynan telefondan bo'lmasligi mumkin yoki shu bolada yoki o'zingizda oldindan mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin yoki shu miopiya yoki gipermetropiya deymiz, bular tug'ma bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham har doim bu narsani telefonga bog'lash kerak emas. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda albatta kuzatib boring. Unda qanaqa qilib bolani ko'rish o'tkirligi tushayotgan bo'lishi mumkin, buni sezishimiz mumkin, ko'zda muammo bo'layotganini va buni qanaqa qilib oldini olish mumkin, uy sharoitida yoki qaysi holatlarda shifokorga murojaat qilishimiz kerakligini aytib o'taman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha